Allohim hech bir to'siqlarsiz olib kirganliging uchun shukr. Alhamdulillah. Kimda kim inshaalloh nasib qilib Makatullohga kelsa, Ka'baning ichida namoz o'qimoqchi bo'lsa, urilmasdan, erkaklarga surilmasdan kirishni faqat bir yo'li bor. Ya'ni mana shu askarlarni o'zlari olib kiradilar. Qanaqa qilib? Ertalab soat 5 larda Al-Fattah banneri bor mana. O'zi bu tomonlarda yozilmagan, faqat bir tomonda Ka'batullohni Tarnov qismini to'g'risida Al-Fattahning yoniga kelib, shu yerda kutib tursalaringiz, askarlarni o'zi bitta-bitta sizni olib kirib chiqadilar guruh qilib. Bu nima degani? Ya'ni mana bu oqim bor-ku mana. Makatullohning atrofida aylanayotgan oqimga surilib, turtilib, erkaklarga teginib kirib chiqmaysizlar. Men kecha bitta o'zim kiraman degandim, rosa qiynalgandim. Alhamdulillah bugun mana shu askarlarni o'zlari himoya qilib olib kirib chiqadilar. Qaranglar. Bizni mana shunaqa himoya qilib olib kirishadi. Alhamdulillah. Chaqirsa Robbim bir kun kelib, men o'zimni tutib turarmikinman? Uchaman shamoldek bag'ringga yelib, Baytulloh yana seni ko'rarmikinman? Poklanib go'yo go'dakka aylanib, zamzamindan qonib icharmikinman? Ihrom atalmish yo'lgakka o'ranib, Baytulloh yana seni ko'rarmikinman? Qalbim so'rayversa menda nima ayb? Faqat bitta so'z deb urmoqda yurak. Ne bo'lsa ham huzuringga meni chaqirgin. Allohim, men baytingni ko'rishim kerak. Tunlarim bedordir, yuragim xasta. Umrim tugab borar sezdir.